bozorga kelgan odam, olaman degan odam, puli bor, puli yo'q, o mashina olaman degan odam Shavkat akaga kelish kerak. Bozorda eng arzon qilib beradigan odam shu. Eng to'g'ri tanlov Shavkat aka. Eng to'g'ri tanlov shu. Aka, baraka top. Do'stlar, mana yangilikni bombasi. Sergeli mashina bozoridamiz do'stlar, har doimgidek Shavkat akani qatorida. Shu men kelgan paytim har doimgidek shu savdoni ustiga kelaman. Assalomu alaykum. Qani, mana shuni, mana bunisini oling sizga. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hamma Sergeli mashina bozor eng katta bozorda. Mana xudo xolisa bugun yakshanba. Okam qatga ketdi, aka mashina xudo xolisa. Aka Toshkentda yuramiz. Toshkentda yashaymiz. Surxondaryolikman. Shavkat akadan bu birinchi mashina emas. Oldindan ikkita mashina olganman. Mana bozorga kelgan odam, olaman degan odam, puli bor, puli yo'q, o mashina olaman degan odam Shavkat akaga kelish kerak. Bozorda eng arzon qilib beradigan odam shu. Eng to'g'ri tanlov Shavkat aka. Eng to'g'ri tanlov shu. Aka, baraka toping. 22-yil oluvdingiz a? Ha, 22-yil olgan mashinadan baraka topdingiz. Baraka topganman. O'shaning uchun shu joyga kelamiz. Mana xudo xolisa mana bu yog'iga mana Cobaltlar narxi bemalol bo'lib ketdi. Mana davlat bahosi. Shuni olishyapti, nomligiga notariuslar ham bepul shundoq qilib beryapmiz. Xudo xolisa aka yaxshiligiga meni. Katta rahmat. Yaxshi kun bo'lsa. Keling bilan hammaga yaxshi. Shavkat aka, bu yana shu eski davrlar qaytdimi deyman. Bu narxlarni vaqti aksiya, rasprodaja qilib yuborsiz. Dodosh. Do'stlar, narxlarni qarang. Sekin endi gap yo'q. Bu yog'i vaqti aksiya deb yuboribdi. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamoldingiz do'stlar. Cobaltlar vaqti rasprodaja aksiya bo'lib ketibdi. Xudo xolasa, xalq maza qiladigan davrga yetib kelyapmiz deb o'ylayman bundan buyog'iga. Xo'p, like'lar bosib qo'yamiz. Mana Shavkat akamiz yana bitta baraka bo'ldi menimcha. Yaxshilik bo'lsa, xudo xolasa, bu odam 61 yoshga chiqibdilar. Namanganni vodiyni qatiga ketdi doda. O'zi shaharga. Vodiyni shahariga ketdi. Mana bularga dodamga aksiyali mashinalarimizni arzon qilib, xudo xolasa qilib berdik. Doda narxlaridan xursandmisiz? Xursandmiz, rahmat. Tinchliginglar sog' bo'lsin. Arzon ekan, ancha arzon ekan. Hamma o'g'illari mana shunaqa mana o'tgan. 7-kun umraga ham ketyapti. 7-ga mana umraga ham ketayotgan ekan. Gap yo'q. Qo'shaloq bayram ekan. Mana o'g'illari bo'lasizmi? Hammaga shu kuzatib turgan aka-ukalarimizga sizday mana shunday umralarga jo'natish, mashinalar podarka qilish nasib qilsin deb qolamiz. Gap yo'q. Havas qildim. Do'stlar, albatta like'lar bosib qo'yamiz. Shavkat aka, endi bundan buyog'iga nima? Rasprodajami? Xudo xolasa mana narxlar keskin pasaydi. Xudo xolasa mana sizlar kutgan kun keldi. Narxlar ancha arzon. GM sindi deymizmi endi rostdan? O'zi hammamiz GM mashinasini sotamiz. O'zbekistonning mashinasi. U GM sindirama, safsatda gaplar, kulgili gaplar. O'zing yeyotgan oshni yomonlashgan narsa-da u. Shu GM O'zbekiston mashinasi baraka topsin. Necha yildan shu mashinalarni haydab yuribmiz. Shu mashinalarni sotdik, birimiz 2 bo'ldi. Shu GMga ham rahmat, rahbarlariga ham rahmat, zavodda har bitta xodimga ham rahmat. Shu mashinalarni sotdi, bir simimiz 2 sim bo'ldi. Eskisini ham sotdi, non yedi, yangisini ham sotdi, non yedi. Nasib qilgan bo'lsa yana non yeyapmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hammadan olib kelib qo'yganmiz mana. Qora deysizmi? Oq mana yengichasi deysizmi? Midnight xullas hammasidan bor. Shona to'la mana. Xudo xolasa mana savdolar bo'lib yotibdi, hozir birin-ketin. Mana savdolar avjida ertalabdan hamma kelgan. Shona to'la. Mana orqalarga qarang do'stlar. To'ldirib tashlabdi akamiz. Gap yo'q. Midnight yengichasi deysizlarmi? Arzoni deysizlarmi? Hammasidan orqa oldi. Olti qator to'la. Yozuvlarimiz ham mana baraka topkur. Qora deysizlarmi? Ochmokri gum deysizlarmi? Yevro kinemaizerlik. Qoralar. Oq o'zimizning обычный stayllar deysizlarmi? Hammasidan to'ldirib qo'yganmiz. Xudo xolasa, hammaning xonadoniga mana shu qo'shnilar nasib qilsa, bismillah. Doda nechiga chiqdingiz? 3,5. Bo'l. 50 so'mga talashyapsizlar. Barakasini bersan, doda bitta gapda. 100 ming so'm mana shu bolaga choy puli qo'shib berasiz. Siz duo qilib shashlik o'tiribdi. Bo'ladimi? Eshitib o'tiribman. Nima qilyapman? Shu 50 gini tekis bering, 50 ga chiqarib olib qilsin. Aka. Toyga. Ya aka, qo'shib berishdan ochgan joyim yo'q.
Son 500 ming yem yeb qo'yamiz. Yo'q joyda. Qayerga ketadi xudo xolasa? Yakkabog', Qashqadaryo. Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman, xudo xolasa. Xudo nechiga chiqdingiz? Aytdim-ku, 3 kam olmish. 60 ga chiqqanlarga mana o'g'illarni olib beryapti. Ya jiyanim ham men tog'am. Mayli-da, jiyanim. Onam просто keldim odam. Xudo xolasa hamma shunaqa yoshlar chiqishi nasib qilsin, hammani mana shunaqa jiyanlari tog'asiga mashina olib bersin. Baraka topsin. Baraka. Duo qiling, doda olgan ham sotgan ham xayrli qilsin mashina. Qani. Bergan pulimdan baraka topingizlar. Men ham baraka topay. Hammani yaxshi kuniga. Xudo xolasa mana yangi kubotlarimizni ham davlat bahosiga birin-ketin egalariga topshirib, nomimizga notariuslar bit Qo'moliddin uz. Xudo xolasa pasport bering. Birin-ketin eng zo'ri Kujinning xo'rozini olyaptilar. Mana mashinalar. Qaysi mashina modelini mana shu mashinamiz baraka bo'ldi. Xudo xolasa eng zo'ri bitib ketdi birdaniga. Qashqadaryoga jomonini oldilar mana. Uncha-munchani. Biladi Qashqadaryoliklar eng puli deydi-ku, Navro'chinda Cobaltga bitta er harfini qo'shsa yo M'ni qo'shsa ham baribir Qashqadaryo olib ketadi. Hammani xonadoniga nasib qilsin, faqat insonlarning topgani yaxshiligi buyursin mana. Pachitdi davlat bahosiga bir tekis egalari ketyapti. Do'stlar, mana bu yerda yana bitta mashina sotilibdi ekan. Qachga ketdi? Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Har doim xudo xolasa mana Qashqadaryoga bugunning o'zida 4-chi. Qashqadaryoning qatiga sizlar. Shahrisabzga aka. Barcha Shahrisabzga o'quvchilarga salom. Otaxonga oldinglarmi? Xudo xolasa oilagami? Mana oilaga, dodaga olishdi. Yaxshi kunga mininglar. Narx-navosi qanaqa bo'ldi? Hamma yoni aylandinglarmi, ko'rdinglarmi? Arzon qilib berdikmi? Arzonish yo'lda. Notariuslari tekin. Barcha Qashqadaryolik o'quvchilarga salom. Hamda reportajga tushib beringlar endi bundoq. Okanglar hozir Nasrinalarga charchashgan. Xudo xolasa nima deyman? 5 qo'l baravar emas endi kimdir nima qiladi. Xudo xolasa birin-ketin mana barakasini bersin. Suvdili bo'lib turibdi, hammani bozorini bersin. Xo'p, nima deyman? Har kuni shu o'tamiz, kevrasizlar. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba haftani har kuni shu o'tamiz. Kubiltlarni hamma xilidan olib kelib qo'yganmiz. Muddatli to'lovga ham mana Hamid bir pasta ishlarni bitirib beradi. Orib degan ukam bor. Mana hammasi bir pasta ishlarni bitirib berishadi. 12 ta viloyatga nomer-pomerlari bilan mana shu Shu yerda o'zida bitadi xulosa. Mana hammasi. Do'stlar, nima deymiz? Mehr ko'zda dil xiralik bo'lmasin deydi-ku. ichkariga to'g'ri kirib kelasizlar, yo'llarda ana shu degan mashinasi o'tda betda kelinglar deyish shuncha gap. Shuni kelasizlar mana EMSMmi, VMSMmi kelib turib kalitini shuncha yilga solaman. Xotirjam nomingizga o'tkazib beraman. Kelgan pulini berasiz. Kassaga to'la. Bu ham salonga borsangiz ham kassaga to'la. Ochirtga to'la. Ana yozdi. Bunaqa narsa. Shuni kelasizlar, nomingizga qilib beraman. Kelgan pulini berasiz. Pachti davlat bahosi. Xudo xolasa yaxshi kunga hammaga nasib qilsin mana. Birin-ketin egaliga topshirib o'tirmiz. Narxlar keskin pasaydi. Xudo xolasa ulgurib qolinglar, rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun mana xudo xolasa ertalab payshanba kuni, yaxshi kun. Haftani chislo nechi bugun shep? Bugun 21. 21-noyabr. 22. 20-noyabr kuni mana ertalabdan akam muxlisimiz ekanlar. Qashqadaryoni Shahrisabzdan keldilar. Akam har doim aytaman, Qashqadaryo, Surxondaryo chempion deyman. Nimaga? Savdo qilish bo'yicha chempion. Mana shuna keldilar. Men choy ichayotgandim. Mashincha dedim, bo'ldi baraka dedilar. Ya'ni uni nimadir dedilar, bitta po'lik mendan sovg'a dedim. Aka, boringizga shukr, shunchalik hurmat qilib, ishonch bilan kelganlariga rahmat. Aytilgandek oldindan zaklat, pul to'la, sarsongarchilik bo'lmadimi? Yo'q, aka, ertalab keldik. Uni akalar kuta olishdi bizdan. Muomala qilishdi. Tasini tanladik aka. Baraka toping. Yaxshi. Kalitni qo'limizga berdilar. Keyin dokumentlarni qildik. Keyin oxiriga pulni sanab berdik. Baraka toping. Pul bermasak ham bo'ladi, endi tirikchilik. Shunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa hammani topgan yaxshiligiga buyursin. Hamma Qashqadaryo, Surxondaryo, hamma o'quvchilarga salom. Akam mana xudo xolasa oilaga, otaxon, onaxonga eng zo'rini olibdilar. Mana ko'jasi deyni, qora salon. Endi nima deydi? Qirol sheri deydimi? Eng dodasi shu. Xudo xolasa hammani xonadoniga mana shunaqa zo'r ko'biltni olish nasib qilsin. Oka, yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Qolgan bizani ko'rib turgan aka-ukalarga ham kelinglar. Hammasidan bor. A'zolari ham bor.
Puliga yarasha hammasidan qilib beramiz. Bu eng qimmatini oldilar. Oka, yaxshi kunga mining. Kelinglar, hammaga nasib qilsin. Rahmat. Nima deysiz endi? Mana shu Shavkat Avtov kelib olishsinmi? Nima maslahat berasiz? Rahmat. Aha. Niyat borida mana o'g'limiz salondan bitta yangi mashina podarka qildi. Barakasin. Nechiga chiqdingiz? O'g'limizni ham umri uzoq bo'lsin. Nechiga chiqdingiz? Nasib bo'lsa 50 ga. 50 ga. Siz yoshingizga chiqib, hammani o'g'li mana shunaqa zo'ridan olib berib, chiroyli bo'lib, hammani topgan yaxshiligiga buyurib, ha? Shunday bo'lsin. Barcha qashqadaryolik Qadrlaringizni olib bilsin. kelishsinmi? Maslahat Kelingizlar berasiz? Qashqadaryoliklar. Mana salondan mana chiroyli mashinalar chiqqan ekan. Yildan yilga mana juda yaxshi mashinalar chiqyapti. Baraka toping. Hammani omadini bersin, topganiga baraka. Sizlarning ham ishlaringiz o'ngdan kelsin. Kelinglar, mana hammaga mana kobaltlarni har xillaridan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolisa aksiya ketyapti. Narxlari ancha-muncha yumshoqroq. Qora diska deysizlarmi, oq diska deysizlarmi? 7 qator to'ldirib qo'ydi. Kelinglar, xursand bo'lib ketasizlar. Rahmat. Mana bugun Xudo xolisa chorshanba kuni ertalab yangi kobaltimiz, yangi versiyasi Xudo xolisa Qashqadaryoni shahri sabziga ketdi. Xudo xolisa dodam mana 58 yoshga chiqqanlariga o'g'illari musofirda tirikchilik qilib, halol mehnat bilan pul yig'ib, naqd pulga olib berdi. Doda ismingiz nima? Usmon. Usmon dodam mana 58 chiqqanlariga. Oka, siz ismingiz? Doston. Qayerda bo'ldingiz Moskvada? Moskvada emas, nimada? Irkutsk. Irkutskda aka-ukalar birga ishlagan do'stlar hamma bo'lsa, nima maslahat berasiz? Mana mashinani oldingiz, oldindan pul oldikmi doda? Yo'q, oldindan pul olganlarimiz yo'q. Unda keldik. Birdan 15 minut ichiga dokumentlar hal bo'ldi. Baraka 15 minut ichiga. Birdan nomimizga gapirib qilib berdingiz. Baraka toping. Nomimizni pulni nima qilgandan keyin sizga pulni sanab berdik. Reklama qilgandan keyin xotirjam, xursandchilik bilan ish Xursandchilik bilan bitdi. chiqib ketamiz. Baraka toping. Yana bitta mashinamiz mana yangi balonlar taqib yubordilar. Bunisi qayerga ketdi, hojaga? Jizzax, G'allorolga. Jizzaxga G'allorolga aka-ukalarga salom. Oka, narx-navo chiroyli bo'ldimi? Nomingizga rasmiylashtirib, keyin pul berib, xursandchilik bilan ish bitdi. Yaxshi. Bir joyda mana bular balonlarni dodalarini taqib yuborishdi. Bular mana oldilarini abrisovkalarni alishtirib mana. Mana Sergeli mashina bozor, katta bozor deyman, maqsad nima? Shu yerda o'zida chexol, polik deysizlarmi, balon deysizlarmi, eng arzon joyi, optim joyi. Bir joyda ishinglar bitib, mashinani chiroyli qilib taxlab ketasizlar. Endi hammani yosh mashina 60larga chiqib, o'g'illari halol mehnat topib, hammaga mana shunday naqd pulga olish nasib qilsin. Bitta duo qiling o'g'lingizni. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah robbil alamin va salatu va salamu ala rasulina Muhammad. Yaratgan mana shu bolalarimizni tagidan shamol uchib tursin. Sog'lik salomatligini bersin. Sizlarga ham kattakon rahmat. Ishlarimizni shunchalik oson, tez yetkazib uchun sizlarga ham kattakon rahmat. Hammani ishiga, kasb-koriga baraka bersin. Hammani xonadoniga topgan yaxshiliklariga buyurib, mana shunaqa yaxshi mashinalarni ota-onani solib, duosini olib yurish nasib qilsin. Mashinalarimizni serob har kuni shu yerdamiz. Chorshanba, payshanba, juma kelaveringlar. Hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum Cobalt muxlislari. Mana aksiyadagi Cobaltlar birin-ketin egalari ketyapti. Mana qora eng zo'ri Qashqadaryoga qat'iy ketdi, aka. Kitob. Qashqadaryo kitobli aka-ukalarga salom. Oka, xursandmisizlar? Nomingizga rasmiylashtirib, keyin hisob-kitob qildi. Hammasi xotirjam, xursandchilik. Barcha Qashqadaryoliklarga salom, yaxshi kunga buyursin. Oka, yaxshi yetib olinglar. O'tiring. Mana dodam yana bitta, oq bayrog'i oldilar, dodam. Xudo xolisa, men dodam taniyotgan bo'lsanglar, ani kuni olib ketuvdilar. Rahmat, rahmat. Sirdaryoni havasidan. Havosdan rayondan. Sirdaryo havasida aka-ukalarga salom. Mana dodamni nechiga chiqdingiz? 70. 70 ga chiqqanlariga mana polvon o'g'illari olib berdi. Ukam omadingni bersin, o'g'li jibdi duo qilib qo'ying. Amin. Hamisha safarlari bexatar bo'lib, umrlari uzoq bo'lsin. Alloh barakatini bersin. Hammani xonadoniga nasib qilsin. Hozir doda kaniki, keyingilarini ham bitta turib ketamiz. Xudo xolasa. Mana bu yerda yana bitta dodam borlar. Qallan dodam, qallan, mamtiylar. Mana dodam o'tiribdilar ichida. Oka, qayerga ketdi mashina? Ya, okam tildan qoldi. Dodam mana, voy, Moskopning o'g'illari olib berdi. Moskopning oti nima edi? Hasanboy Shimboy.
Hasanboy aka, ko'rib turgan bo'lsangiz, Hasanboy, O'shinboy ikkita ular. Hasan ham, Husin ham, qaysi biri bo'lsa ham, mana dodamga omonatni topshirdim. Nomingizga o'tkazib berdimmi? Xotirjam. Keyin hisob-kitoblarni qo'yamiz. Mana yangi chiqqan dodasidan olib berdi o'sha Moskvadagi o'g'illari. Mana yengimay to'nyap. Onaxon xursandmisiz? Mana onaxon ham cho'ttalar mana. Hamma onaxonni ham topib. Moskvada tinibdi, duo qilib qo'ying dedi, mashina olib berganda. Alganam, satganam Xudo bergasini bersin. Xudojonim bir omon sog' borib bir ajoyib etib meni bir nasib etsin. To'ylar ham yeymiz. Sizlar ham topganingiz yaxshi kunlar buyursin. Ketgansiz. Hamma musofirdi. Yaxshi omon sog' Hamma musofirdi yoki ukalar topgani mana shunaqa yaxshi kunga buyursin, ota-onasiga olib berib, anaqa dodalarning duosini olib yursin, otaxon onaxon xursand ketishadi endi san duo qilib. To'g'rimi? Barakasini bersin. Qani qolganlar? Mana bitta yana bitta aka bor edi. Seshanba kuni Xudo xohlasa Sergeli moshina bozor eng katta bozorimizda birin-ketin 3 ta qora bayir egalariga topshirdik. Xudo xohlasa mana birinchisi akam Surxondaryoga dodamga sovg'a qildilar. Nechiga chiqdilar dodam? 76. 76 ga chiqdilar. Ismlari? Davron Boyqobilov. Surxondaryoning qatigi. Muzrabot tumani. Muzrabotdagi aka-ukalarga salom. Hammaga nasib qilsa mana dodamga hozir omonatda olib borib topshiradilar. Ikkinchi mana qora bayramiz doda qatga ketdi. Chirchiqqa. Chirchiqli aka-ukalarga salom. Doda nechiga chiqdingiz? 65. 65 ga chiqqanlariga mana uydagilari Hoji buvaga sovg'a qilishdi. Endi mana 3-qora bayramiz yana Qashqadaryo Surxondaryo chempion ham yaxshiligiga mening dodaga oldilar. Bular ham otalariga ismlari Anvar. nechiga chiqdilar dodam? 63. 63 ga chiqqanlariga mana qora bayra oldilar. Xudo xohlasa hammani xonadoniga mana shunaqa yangi mashinalar nasib qilsa mana 1, 2, 3 ta qora bayr kortej bilan chiqib ketishyapti. Doda bitta duo qiling, kelinglar. Keling xo'jaga. Ishlariga baraka bersin, savdolariga baraka bersin. Shu bolalar ham otasiga olib berishdi, ikkalasi musofirda ishlab. Duo qilib qo'ying. Hammasi sog' salomat bo'lsin, topgan to'ylarga bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarda o'ynab kulib, yaxshi kunlarda mana. Eson-omon Surxondaryoga yetib olib, dodam ko'rib turgan bo'lsalar, biz ham bitta duo qilib qo'ysinlar. Yaxshi kunga mininglar, aka. Addushi. Doda yaxshi yetib oling. Hammaga nasib qilsin, hamma ranglaridan bor, kelinglar mana. Serob ko'bultlar. Kelinglar.